Hop, Mustafoni mushukchasiga qarab oldik. Mustafo, mana bu sizga mushukchasiga sovg'a. Nima dey? Rahmat. Rahmat hammaga. Hozir bizni har doimgi mijozimizdan intervyu olamiz. Ismingiz kim? Mustafa. Qanaqa hayvon olib keldingiz? Mushuk. Nimaga? Chunki u yaxshi mushukda shinchilloti, parodasi. Uni yuvintirishga, har kuni toza qilib olib kelishga keluvdik. Bo'lsam kir bo'lsa, unaqa yaxshi tutolmaydi. Chunki o'ziga yoqmaydi, hidi yoqmaydi. Shunaqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun toza qilib yuvdirishga keluvdik. Mushugingiz yaxshimi ahvoli? Yaxshi. Yoqdimi sizga? Ha? Mushugingizgacha. Yaxshi. Bizni maqtab qo'ying endi. Hop, yaxshi yuvintirishar ekan. Zo'r qarab qo'yishar ekan, tirnoqlarini olib, juda ham toza qilarkanlar. Ofis zo'r ekan. Nechi baho? 5. Bo'ldi, rahmat. Sizlar ham shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, kelaversanglar bo'ladi.